Shakl chizib oldik. Endi buni shaklda chizishni ko'rsam qarang. Shiftni bossak bizga toza to'rtburchakni chizib beradi. Shiftni bosib tortsak bizga toza to'rtburchakni mana shaklini o'zgartirmasdan chizib beradi. Shiftni bosganda. Shiftni bosib chizsanglar shunaqa chizadi. To'rtburchagimizni aniqini chizib beradi. Yoki shiftni bosmasdan chizsak bizga shakli aniq to'rtburchak chiqmaydi bizga. Shiftni bosganimizda rezko o'zgaradi to'rtburchaga. Chizayotganimizda shift shaklimizni aniq qiladi. Masalan, yumaloqni ko'ramiz. Ellipsda yumaloq shaklni ko'ramiz. Shiftni bossak bu ham aniq dumaloq shakldagi shaklni chizib beradi bizga. Shiftsiz bo'lsa shakli o'zgarib ketadi. Buni shunaqa. O'zi garaj klashlarni yozib beraman. Alohida PDF formatda qilib. O'shani yodlab olinglar-da. Kerak narsa u. Bilib oldik qanaqa shaklni aniq chizishdi. Mana properties bo'limida bu birinchisi fill bo'limida rangni o'zgartirish edi. Ikkinchisi nima? Stroke bu. Stroke'da to'rtburchakni ko'ramiz. Mana to'rtburchak chizib oldik bitta. Keyin bunga stroke berdik. Stroke rangini qiziq qilib turamiz. Mana bu stroke'imiz oldidagi chiziq deyiladi. Mana Photoshopda atalishi stroke deb ataladi. Oldidagi chiziq stroke deb ataladi. Uni razmerini bilsak bo'ladi. Yonidagi chiziq mana ranglarni o'zgartirsak bo'ladi buni ham. Yonidagi chiziqlarni. Keyin o'sha yonidagi chiziqni razmerini ham belgilasak bo'ladi. Pastida piksel bor. O'shani kichraytirib ko'tartirsak bo'ladi. O'zilarga mos qilib mana. Masalan 10 piksel deylik. Stroke'imiz 10 piksel bo'ladi. Stroke berish bilamanmi? Oldiga chiziq berishdi. Qancha pikselni berishdi, ranglarni o'zgartirishdi. Properties bo'limini ko'rsak bo'ladi. Shakl chizdik, bunga chiziq berishdi shunaqa. Men pastdagi narsa tashqariga bersak bo'ladi. Yoki o'pish tashqariga, mana bu o'rtaga. Mana bu ichkariga. Hamma qilib ko'rsin shuni. Stroke'imizni o'rtaga bersak bo'ladi. Yoki tashqariga bersak bo'ladi. Yoki eng ichkariga. O'sha shaklga nisbatan qotdi bu. Yoki вообще o'chirib qo'ysa bo'ladi. Stroke'ni o'chirib qo'y, agar biron bir shakl chizdik, mana yonida chiziq paydo bo'lib qoldi. Ustiga bosamiz, mana bu yerda 4 ta tul bor, joyi. Minus qizilchani bossak, X ni bossak, mana stroke o'chadi bizda. Stroke o'chdi bizda. Keyingisida masalan stroke bo'lsin. Stroke holatini ham biza har xil tarzda qilsak bo'ladi. Yo chiziqsiz, uzuq chiziqda qilsak bo'ladi. Yoki mayda-mayda dumaloq chiziqda qilsak bo'ladi. Stroke'imiz bergan stroke'imizni o'zgartirsak bo'ladi shakllarni. O'sha chiziqlarni ham biza mana bu qirralarni, ham dumaloq qirralarni dumaloq qilishimiz mumkin. Bu qirrali bo'lib turibdi hozir. O'shani dumaloq qilish uchun mana bu yerda bu birinchisi ko'rdik, ichkariga berish yo tashqariga berish, o'rtaga berish. Aniq bilish uchun mana bunday ko'rsak bo'ladi. Mana tashqariga berildi birinchisida stroke'imiz. O'rtaga berildi. Masalan 100 piksel deylik. Mana shuni 100 piksel deylik stroke'imizni. Uni yarmi 50 pikseli ichkariga beryapti. 50 pikseli tashqariga beryapti. Bu ikkinchisida shunaqa. Bu ichkariga beryapti. Общий 100 pikselni ichkariga berib tashadi. O'sha stroke'imizni. Bu tashqariga beryapti. 100 pikselni hammasini tashqariga berdi.
Hozir katta bo'lgani uchun mana bu turibdi. 50 piksel masalan. Tashqariga berildi. Buni endi mana bossak, ikkinchisi qavatini o'sha qirrasini bizga yumshoq qildirdi. Mana. Mana bu tomonni yumshoq qilishimiz uchun bu holatda foydalanamiz. Uchinchisida. Mana qirrasi yumshoq bo'ldi. O'sha chizgan chizig'imizni yon tomonini bu uchinchi toolda foydalanamiz. Mana ikkinchisida o'sha bizga mana bu o'rtadagi chizilgan stroklarimizni qiyshaytirish yoki qirrali qilish vazifasi o'taydi. Bu uchinchisida shu. Pоворот qilgan joylarda qirrasini yo'q qilib beradi bizga. Yoki o'sha kesib olsa bo'ladi o'sha joyni. Pоворot qilgan joyni. Yoki qirrali bo'lib tursa bo'ladi. Bu manba properties bo'limida shu. Chizilgan stroklarimiz joyini o'zgartirib, shakllarni qilsa bo'ladi. Yoki bitta properties bo'limida emas, bizga qulay tomonini aytdim-da. Qulay tomon yonimizda turgan o'sha o'zgartiradigan narsalar yonimizda bo'lgan haqida. Aytdim, men bu har bitta toolga kirsak, tepada o'ziga taalluqli joylar chiqadi, menular chiqadi. Yoki tepadan o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, bitta shakl oldik, yana chizamiz-da. Hozir mana noldan qilib turaylik. Bu shakl oq bo'lib tursa, oq chizdik. Yo'qolib qoldi-da. Buni shaklini o'zgartirish uchun mana kirish kerak. Yoki o'ziga taalluqli joyga kirish uchun men ustiga bitta bosdik, yana tepadan narsalar chiqadi. Yana stroke bersak bo'ladi bu yerdan, qizil qilib, bu yerda razmerlarni oshirsak bo'ladi. Yoki mana bitta yumaloq qilsak bo'ladi bu yerdan, tepadan. O'zini tooliga aloqador tepada menu chiqadi. O'shdan foydalansak bo'ladi. Bularni shakllarni o'zgartirdik. Mana o'sha aytayotganimdek, o'rtaga berish mumkin, chetga, qirrali qilish mumkin. Shu yerdan foydalanib odam o'zi ichiga kirib, nimaligini bila olmasa, o'rganish sal qiyinroq bo'ladi shunda. Hali vazifa beraman, o'sha ichiga kirib shug'ullansanglar bo'ladi mana shunda. Tepada o'sha menu aloqalar qildik. Shaklni bildik biz. Endi qaranglar. Biz ko'rdik mana bu tomonlarni. Qayirish, stroklar holatini. Endi biz strokni o'chirib qo'yamiz. Endi biz shaklni o'ziga ishlaymiz. Mana bu qism nima bu? 4 ta tomon bu. 4 ta tomon qayirsak bo'ladi o'zimizga moslab. Masalan, bitta tomonga yozamiz 20 piksel. Yozdik. Bizga mana bu shaklni o'zini yonini qiyshaytirib beryapti bizga. Yonini qiyshaytirib berdi. Mana bu zanjir bo'lib turganiga hisobiga hammasi birdaniga qiyshayapti. Atak bir tomonni qiyshaytirish kerak bo'lsa, mana bu o'zimizga aloqador o'sha 80 piksel deylik. X ni bossak, mana yon tomon qiyshaydi. Mana o'zi znaki bor. Bu yon tomon, bu chap pasti. Chap tomoni past hisoblanadi va o'ng tomon tepasi, bunisi pasti. Yoki o'zimiz qo'lda ham qilsak bo'ladi. Faqat bu aniq tomonda bu. Biron bir shaklimizni aniq qiyshaytirib berish. Yoki qo'lda o'zimiz ruchnoy qilamiz desak, qiyshaytiramiz desak, mana bu type toolni oldida direct selection tool bor. Path selection yoki direct selection. Sichqonchada o'shda mana bu nuqtalar chiqadi. Buni ushlab sursak bo'ladi. Bitta o'zimiz qo'lda bajarib. Bunda bitta boshida yoqilganda hamma tomon nuqtalarni ushlasak bo'ladi. Yoki yo'q, bitta tomon ishlayman desa, 2 marta bossak, mana 2 marta bossak, ham ko'kroq, to'qroq bo'ladi shu nuqtamiz. Faqat shu tomon qiyshayadi shunda. Mana aniqroq ko'rsatsa, mana bosdim 2 marta o'sha nuqtasiga, faqat bu tomon qiyshayapti shunda. Bir tomon qiyshaytirsam bo'ladi. Ikkita tomon qiyshaytirish uchun mana bitta foydalanamiz bunda. Bu Illustrator ishlarida bu Photoshop ishlamasdimiz. Illustrator dasturida bu yoqni ushlasak, ikkita tomonni ushlasak, unda ham bor shunaqa narsa. Shift bosib ikkita tomonni shu ushlab olamiz tochkasini. Bitta bosganda ikkita tomon qiyshaytish kerak edi. Photoshop ishlamadi. Ikkita tomon qiyshaytirish uchun shu mamutdan foydalanib olamiz.
Masalan, bunga 20 berdik yoki 70 berdik. Bir tomon qiyshaydi. Bu o'tgan aniq ikkita tomon bir xil bo'lishi uchun bu o'tgan 70 berdik. Ya'ni ikkita tomon qiyshaydi. Bu o'sha shakllarni qiyshaytirish vazifasini o'taydi. Mana zanjir bosib qo'ysak, hamma tomon bittada qiyshaytiradi. Ko'rdik, biz rang berish, stroke o'sha shaklda qiyshaytirishda, keyin pathfinder bor bizada. Pathfinder nima? Biron bir shaklimizni bir-biriga ulab olish yoki o'sha shaklda ikkinchi shakl olib kesib olish. Masalan, qanaqa? Biron bir shakl chizdik. Buni rangni o'zgartiramiz. Kopiya olishda qaranglar. Ctrl S qilib, Ctrl V qilsa bo'ladi. Oldiga kopiya oladi. Yoki Alt ni bosamiz, mana. Birinchi bosganimizda sichqonchamiz o'zi turibdi. Sichqonchamiz o'zi turibdi. Oldida bitta 4 tali znak bor. Alt ni bosganimizda o'sha znak ikkita bo'ladi. Mana. Ko'rdinglarmi? Kichkina bo'lsa ham, misol shunaqa ko'rinadi. Alt ni bosganimizda o'sha shaklimizni ikkita qilasanmi degan ma'noda turibdi. Alt ni bosamiz, sichqonchani chap tomoniga bossak, bizga ikkita kopiya qo'ysak bo'ladi. Qilayotgan ishlarimizda masalan biron bir ko'p detallarimiz bor. O'shanda Ctrl S, Ctrl V qilib o'tirmasdan, shu detalni bitta altda bosib ko'paytirib ketaveramiz. Ctrl Z ni bossak, bizga orqa qaytaradi. Klavishlarga yozib beraman men. Yodlab olasizlar. Xo'p, bu mana bu pathfinder nima edi? Bitta shakl oldik, ikkinchi ham shakl oldik. Buni rangini ko'k qilib turamiz. Misol kattaroq qilamiz. Bunaqa. Buni ustiga chiqarib turamiz. Bu ishlaymiz. Masalan, layerda biz hammasini belgilab olish uchun hozir yana ko'paytiraylik. Buni rangini to'g'ri qilamiz. Bizda qilgan ishlarimizni men ko'payib ketgan bo'ladi. Masalan, 4 ta joy ko'paygan. Bularni bitta mana bu qilgan artboardimizda ham belgilab olsak bo'ladi. Bittasini belgiladik, shift ni bosamiz, ikkinchisini belgiladik. Mana belgilanib turibdi ikkitasi. Mana shunaqa holat bo'lsa, ikkitasi belgilandi degan ma'noni anglatadi. Ushlasak, o'shani ikkalasi belgilangan ushlab tursak bo'ladi. Ikkalasini bittada ushlaymiz. Mana bu yerdan bitta shift ni bosib qilsak ham bo'ladi. Yoki atak mana bu yerdan bittasini belgiladik. Bizga keyin mana ham kerak. Ctrl ni bosib belgilasak bo'ladi. Layerni o'zida belgilasak bo'ladi. Yoki mana hammasini bittada belgilamoqchi bo'lsak, tepasini ushlaymiz. Pastga shift ni bosib, eng pastni bossak, 4 tarafini belgilab oladi. Hammasi 4 tarafini ushlagan bo'ladi. Bitta belgilash shunaqa edi. Hozir pathfinder ko'ramiz. Pathfinder mana bunaqa. Ushladik bittasini, ikkinchisini ham ushladik. Ikkalasini ushlab oldik. Mana bu yerda layer bo'limi bor. 4-inchisi. Hamma shunaqa ko'rsin-da. Ikkita shakl chizsam, o'sha qirqishni ko'ramiz hozir. Layer bo'limida eng pastida mana bu combine shapes bor. Combine shapes. Arrange'da pastida combine shapes bor. O'shanda ikkita shaklimizni mana birinchisi unite shapes ko'ramiz biz. Nima degan? Hamma shu bo'lim kirdimi? Combine shapes. Birinchisi unite shapes nima? O'sha ikkita shakl ushlab olganda birlashtirib beradi. Mana. Qaysi ustida bo'lsa, mana bizning ustida sariq rang turibdi mana. Ustida turgan rang sariq rang. Buni biz ko'zini o'chirib tursak bo'ladi. Mana bu yonida ko'zcha bor-ku. Ko'zcha. O'shani ko'rinmasligi uchun o'chirib tursak bo'ladi yoki yana qaytib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerdan qulflab qo'ysak ham bo'ladi. Qulflab qo'yilsa, bu ushlamaymiz biz. Mana bunaqa narsa chiqadi. Ushlamaymiz. Tak belgilab, keyin qulfcha yoqib qo'ysak,
qulfdan ochsak biza yana qaytadan ushlasak bo'ladi. Ikkalasini belgilab oldik. Bu ustida turgan rang mana bu общий rangni birga qo'radi. Ya'ni qo'shaveradi bir-biriga. Hozir ko'ramiz o'shani. Keldi, mana bu United Shapes. Общий sariq rang qo'radi. Qo'shib yubordi, bitta shakl qo'ydi. Hozir ikkita edi. Ikkalasini bitta shakl qilib mana shunday qo'shib yuboradi. Birinchisi shunaqa. Qo'shib yuborish ikkita shaklda. Ikkinchisi nima? Ustida turgan shakl, tagida shu turgan shaklda mana masalan sariq mana buni ustida mana shuncha joyda egallab turibdi. O'sha joyni kesib tashlaydi. Mana kesib tashladi. Ustida turgan shakl keyin o'sha rangni egallab oladi. Mana ushlab oldik ikkitasini. Hamma bajarib ko'rsin shuni. Ustiga qo'yib birlashtirib ko'rsin. Keyin qirqib ko'rsin. Uchinchisi nima? Uchinchisi mana bunaqa. Bu shakl bor bitta, ustida bitta shakl bor. O'sha ustida turgan bir-biriga yopishib turgan joy qoladi. Qolgan joylari o'chib ketadi. Mana o'zi mana bu znaki bor. Bilib olsak bo'ladi shundan. Mana. Qolgan birlashib turgan joyi qoldi. Qolgan joyi o'chib ketdi bizada. Masalan, mana shunaqa holatda bilib olsak bo'ladi. Hozir bu shaklimiz mana bunaqa edi, uzun. Mana bu joy birlashib turgan joyi qoldi, qolgan joyi o'chib ketdi bizada. Keyingisi bizlar nima? O'sha birlashib turgan joyi o'chib ketadi, birlashmagan joyi qoladi. Mana birlashib turgan joyi o'chib ketdi bizada. Birlashmagan joyi qoldi. Shuni bajarib ko'rsammi? Qaranglar, bitta muammoli joy bor. Narsalar qolmas, mana bu uskuna paneli bor, menyu bor, u bor. Tabni bossak, bizda mana bunaqa holat bo'lib qoladi. Tab. Escape bo'limida mana qanaqadir to'lqin. Tabni bossak, mana shuna holatni o'zgartirsak bo'ladi bizda. Mana bunaqa bo'lib qolsa, qaq ketib qoldi deb qo'rqmanglar. O'sha uskunada turibdi. Faqat kirib qolgan joyiga. Общий holatini qilgan dizaynimizni ko'rib olsak bo'ladi. Tabni bosib ko'rdingmi hamma? Tabni bosib ko'ringlar, shunaqa narsa bo'ladi. Tabni bossanglar o'zgaradi. Turlar qaytib kirib, qaytib chiqadi yana. O'zgaryaptimi? O'shandoq qilsa ham bo'ladi yoki F tugmasini bossak, mana bu holatda yo'q bo'ladi. Общий mana menyular yo'q bo'ladi, Windows tagida narsalar. Yana qaytib F ni bossak, hech narsa qolmaydi bizda. Qilgan ishimizni yaqqol ravishda ko'rib olsak bo'ladi. Общий hammasini to'liq ko'rib olsak bo'ladi. F ni bosib ko'ringlarmi? O'zgaryaptimi hammada? F tugmasi. O'zgaryaptimi sizda? F ni bosib ko'ring. Bolalar o'zgaryaptimi? Shunaqa, mana yo'qolib qolsa, mana qilmaylar-da. Yana qaytadan workspace ochib o'tirmanglar. Shu yo'qolib qolganda F tugmasini bosib ko'ringlar yoki tab tugmasini bosib ko'ringlar. Yana qaytib o'z holiga qaytadi. Bu bitta tomonda. Mana bu layer bo'limida kesishlar tushundingmi? Ikkita shakl dushlar bir-biriga qanaqa kesadi, bir-biriga qanaqa ulaydi. Mana propertiesga qaranglar. Birinchi layer bo'limida ko'rdik. Bu layer qavat bo'limida. Yana qaytadan aytib ketaman. Qaysi ustida, qaysi tagida turganini aniqlab olsak bo'ladi. Layer shunaqa. Buni ko'zini o'chirib tursak bo'ladi, pastidagi ko'zini o'chirib tursak bo'ladi. Bu shunaqa. Strokelar bersak bo'ladi, yonlarni qayirsa bo'ladi. Pathfinder'dan ko'rdik. Adjustment bu shart emas hozircha. Bu manipulyatsiya effektlar bilan ishlatganda mana 3-adjustmentdan foydalanamiz. Ko'radigan narsamiz shu. Birinchisi move to'ldi. Keyin mana bu belgilab olish rectangle to'ldi. Keyin shakllarni chizishdi. Shakllar chizishni qaranglar. Oxirigacha ko'ringlar-da shuni. Shakllarni ham har xil chizsak bo'ladi. Masalan, birinchisi to'rtburchak chizdik, ikkinchisi dumaloq chizdik, ellips. Keyin uchburchak chizamiz mana. Uchburchak chizdikda, qora bo'lgani uchun menimcha ko'rinmaydi. Qizil qilamiz buni. Uchburchak chizsak bo'ladi yoki shaklni bosib, mana bu yerdan o'zgartirsak bo'ladi. Cornerslarni o'zgartirsak bo'ladi.
belgilagan tarzda. Men poligonal tool yonida yozib qo'ygan. O'qib chiqsanglar bo'ladi. Poligonal tool shunaqa. Poligonal tool mana ko'rsataman hozir. Kira olgan hamma. Bitta tochkani bossak, bizga mana bunaqa holatni ko'rsatib beradi. U shaklimizni qanaqa razmerda bo'lsin deydi. Biza simmetriyani bosib qo'ysak, biron bir shakl chiz deydi. To'liq bizga 5 burchakni chizib beradi. Yoki mana simmetriyani o'chirib qo'ysak biza bular 30 piksel bo'lsin. Chizsak bizga mana bunaqa qiyshayib ketgan va 5 burchak chizib beradi. Yoki o'zimiz qo'lda ruchnoy o'sha aytayotgandek shiftni bosib chizsak, chiroyli chiziladi. 5 burchak aniq chiziladi. Aniq 5 burchak chizildi. Poligonga kiramiz. Bu bittalar ko'p chiqadi, mana bu nima? Number of sides bor. Bu 5 burchak bo'lsinmi yoki 20 burchak bo'lsinmi? Mana 20 burchak qilishadi. Bu sal kattaroq bo'lgani uchun hozir buni ko'ramiz. Mana buni bir 400 piksel 400 qilaylik. Simmetriya qilib mana buni burchaklarini hisoblab beradi bizga. Yoki 10 piksel qilaylik. Ko'rsa bo'ladi. Mana. Qirralar bizda 10 ta qidirdi. Bosdik, mana bu o'sha qirralar soni birinchisi, number of sides. Ikkinchisi radius bu nima? Radius o'sha qirrasini bizga bundoq qayriltirib beradi. Tayyorda bu. Yo ruchnoy qilsanglar bo'ladi yoki mana bundan qayriltirsanglar bo'ladi. Masalan, qayriltiramiz. 5 piksel qilaylik yoki 5 piksel qilsak mana qayrilib berdi. Ozgina qayriltirib berdi. Bunda qirrali. Bunda ozgina qayriltirib berdi. Ozgina qayriltirib berdi. Keyingisi ratio degani bu o'sha shaklimiz 10 burchak bo'lsa bizda 100% 10 burchak bo'lsin yoki kalaroq bir 50% dek bo'lsa, masalan 100% chiqazib bering bizga. Gulli tarzda chiqarib beradi bizga. To'liq. Bizga 5 burchak to'liq emas, bizga shakl o'zgargan sifatda qilib beradi. Bu ko'rinish shunaqada. Bizga kerak bo'lib qoladi paytlari. Masalan, yulduzchalar kerak bo'lib qoladi, ko'p qirrali bizga. Mana buni o'zgartirib qilsak bo'ladi. Bu poligonal tool shunaqa. Line tool shu bitta chiziq chiziladi bunda. Mana buni o'zgartirsak bo'ladi. Strokini masalan 100 qilaylik. Bu line tool. Chizgan narsamiz. Line ham chizib ko'ringlar-da. 4 burchak, ellips, 3 burchak, xohlagancha burchaklari bor shakllar bu poligonal tool ya'ni. Keyingisi shu line tool. Line oddiy chiziq bo'ladi. Keyin eng pastidagi bu custom shape tool bu. Tayyor bizga shape'lar bor bu ichida. Masalan, hamma bossin shu qiziqarliroq. Bosganimizda bizda mana bunaqa bo'ladi. Eng tepada menyuda mana bu yerda papkalar ochilgan bizga. O'zimizga tayyor shakllar bor bunda. Mana. Shiftni bosib chizsak bizga chiroyli chizib beradi. To'liq o'sha shaklni o'zgartirmasdan chizib beradi. Buni rangini o'zgartirsak, bizda mana holatda tayyor jirafa bor. Ikkinchisi yo o'zimizga xohlagan avto chizsak bo'ladi. Karkidon, har xil narsalar bor. Shakllar bor. Mana shu oxiridagi chizib ko'rdingmi? Papkadan tanlab. Keyingisi bizda pen tool bizada. Qatorma-qator ko'rsatib ketardim, prosta uskunalar bir-biriga bog'liqda. Hozir neto joylashgan hammasi bir-biriga bog'liqligini tushuntirib ketaman hozir. Pen tool bu birinchisi kiramiz ana. Pero deb ataladi. Ya'ni biron bir chiziq chizamiz. O'zimiz qo'lda. Ruchnoy chiziladi bunda. Bo'ynaga yo bizni shakl chizsak bo'ladi, yoki pen toolda yoki belgilab olsak bo'ladi. Hozir
Hozir pen toolni shunda ko'ramiz. Rasmlarni qanaqa olib tashlashni ham ushlab oldik. Pen tool nima? Birinchisi pen tool tepada bo'limlarni ko'ramiz, qaranglar. Birinchisi pes. Bu pes nima? Bu pes biron bir chizdikda chiziq chizdik bizda. O'sha chiziq bizda pes, ya'ni belgilab berish. Shape degani shakl. O'zi nomidan ma'lumda. Shape deganda shaklda shape bor-ku. Shape'da shuni tushunib olsanglar bo'ladi. Pesda belgilab olish tushunib olsanglar bo'ladi. Belgilab olish shunaqa. Mana masalan, belgilab oldik. Ctrl Enter deb bossak, mana o'sha joyda belgilab oladi bizga. Xullas bu pes bo'limi bizda shaklda belgilab olishni vasvasa o'taydi. Mana bu shape bo'limida biz o'zimiz bo'yicha chizamiz shakl. Mana. O'zimiz shakl chiza olamiz. Hamma chizib ko'rsin shu. Mana bu pes nima? Peru kirsin, pen toolga kirsin. Kiringlar, mana bu keyin shape holatiga qo'yib ko'ringlar. Har doim e'tibor berish kerak. Shape'da turibdimi, pesda turibdimi? Biz biron bir SNM qilayotganimizda odam ishlatamiz-ku. Odam ishlatganimizda sochlarni qirqib olishda yoki tanalarni qirqib olishda biz pesdan foydalanamiz. Chiroyli qirqib olish uchun mana shu pesdan foydalanamiz. Bitta sochlarni belgilab, yelkalarini belgilab, masalan, sumkada hozir misol aytaman, belgilab chiqamiz. Hamma yo'ni to'g'rilab belgilaganimizdan keyin bo'ldi mana shu. Bizda alohida bitta pes bo'limi ham bor. O'shani ham ko'ramiz. Pes bo'limi bor. O'sha pen toolda pesga asoslangan o'zimizda toolimiz bor bu yerda, alohida ochilgan. Ustini bossak bizga selection holatda qoladi. Selection degani bu belgilab olish. Keyin belgilab olib, Ctrl J ni bossak, o'sha joyni bizga kesib beradi. Mana kesib oldi. Prosta o'xshamadi, bunday qilamiz. Ctrl J ni bossak, o'sha belgilangan joyda qirqib oladi bizga. Pes narsa shu. Belgilab olishdi, vays. Pes bo'limi shu belgilab olish, shape bo'limi shakl chizish. Pen toolda eng asosiy bo'ladigan narsa shu ikkalasi. Keyin ikkinchisi birinchi pen toolda ishlatish ko'ramiz. Bosamiz bitta tochka. Ikkinchi tochka tekst chiqish uchun shift ni bossak tekst chizib beramiz. Tekst chizib beradi. Shift ni bossangiz tekst chizadi. Atak shift siz bossanglar qiyshayib qolishi mumkin, yonmacha bo'lib qoladi. Har xilcha chizsa bo'ladi. Bosdik, bitta shakl chiziladi. Pen tool ishlatilishda masalan mana bunda qayerda dumalarni chizish kerak. Bitta tochka uramiz mana bu yerga. Ikkinchi tochkani ham ko'ramiz. Keyin o'sha tochkani qo'yavermasdan mana urdik bitta tochkani. Ikkinchisini urganda qo'yavermaslik kerak. Bunda qo'yavermasdan bunda o'zgartirsak bo'ladi. Shaklini ushladik. Keyin bu yonida yana ushlab turib tortsak bo'ladi. Ikkinchisi shu. Mana ushladik, bu yoqdan bunda ushlab turib, bunda qayirib, o'zimizga moslashtirib chizsak bo'ladi. Buni hozir vaysa berganda bajarib o'rganib olsanglar bo'ladi. Pen toolda qanaqa ishlatishni odam o'zi bir foydalanib ko'rmasa, qo'li kelishmaydi. Belgilab olib foydalansangiz bo'ladi. Birinchisi shunaqa. Pen tool ishlatish shunaqa. Pes nima, shape nima bilib oldinglar? Nimaligini? Pes belgilab olish, shape shakl chizish. Xo'p, pen toolni birinchisini ko'rdik. Ikkinchisi nima? Freeform pen tool. Bu xuddi mana bu qog'oz mana shu. O'zimiz qo'lda chizamiz. Xuddi ruchkada bu. Chizilgan narsani bizga belgilab beradi.
Masalan, buni kontrol qilamiz. Qo'lda belgilamoqchi bo'lsak, bundoq belgilab, o'zimiz qo'lda ruchkaga o'xshatib chizsak bo'ladi. Ham foydalanib ko'rsin. Biron bir shakl chizamizda, rasm olmasdan. Biron bir shakl chizdikda, o'sha shaklni ustini yozib chiqamiz. Masalan, pen tool olamiz, ikkinchi sphere tool. Bundoq yonini belgilab chiqsak yoki belgilab olasiz. Общий. Bu xullas shu bunaqa. Bu ruchkaga o'xshaydi belgilash. Bundan почти foydalanmaymiz. Eng ko'p foydalanadigan narsamiz shu birinchi tool, pen toolni foydalanamiz. Bu nimaligini ko'rsatib ketdim просто. Ikkinchisi shu freeform tool, o'zingizlar qo'lda chiziladigan narsa. Uchinchisi content area tracking tool. Bu sizlarda yo'q. Tushuntirish shart emas. Keyinsa tushuntirib bersa bo'ladi. Curvera pen tool. Curvera pen tool ekan. 4-inchisi. Bunda chizdikda, ikkinchi chizgan narsamiz bizga qirrali emas, burilgan joylarini o'zi yumaloq tarzda chizib beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz shunaqa. Hech qanaqa chizilayotgan narsamizni masalan ushladikda, buni qayroqmiz yoki mana bu tomon qirrali emas, uzi mягкий qilib yumaloq tarzda chizib beradi. Bundan foydalanmaymiz. Buni ham ko'rsatib ketaman. Bunda foydalanadigan narsa bor joyi. Buni detalini ko'rsatib ketaman. Bu shunaqa qirralarni bizga dumaloq tarzda kesib beradi. Buni pen toolda shunaqa edi, qirra sifatida chiqarib beradi. Qayrildi. Qirrali bor bunda. Endi xo'p, mana shunda biz add anchor point tool bor. Bunda biz tochka qo'shsak bo'ladi. Buni olib kelsak, pen toolimizda oldida plus paydo bo'ldi. Tochka qo'shdikmi, shu yerdan dotdi mana. Qo'shdi. Bitta ustiga bossanglar qo'shiladi. Yoki eng pastida delete anchor point tool bor. Mana shu tochkani olib tashlasak bo'ladi. Olib tashladik. Yoki mana buni olib tashlasak bo'ladi. Olib tashlasak uzun chiziq qo'yadi. Mana buni olib tashlaydi, bitta qo'yadi. Yoki bunda qo'shsa bo'ladi. Qo'shdik, shunaqa bo'ladi. Oldiga qo'shib yana sursak bo'ladi. Keyin convert tool. Convertga point toolda o'sha tochkamizni sursak bo'ladi. Bu yoqqa bu yoqqa yonlaridan ushlab. Masalan, qo'shdik va tochkani. O'sha tochkani yo'q sursak bo'ladi. Yoki mana tochkani olib yonga sursak bo'ladi. Agar tochkani ushlab boshqa yoqqa surish uchun mana bu yerda direct selection tool bor. Path selection tool boyagi belgilashida direct selection tool masalan hozir ko'rsataman ham nimaligini aniqroq qilib masalan chizdikda bitta pen toolda. Ushladik mana. Endi bu tochkasini ushlash kerak bizga. Direct selection toolga o'tib olamiz. Pen tool tagida A bo'limida A klavish, masalan V turibdi. Ana bossak direct selection toolga o'tib oladi. O'sha tochkasini ushlab bizni sursak bo'ladi. Hozir mana shuni shaklroq qilaylik. Aniq tushuntirsam bo'ladi. Shape qildik. Mana bo'ldi. Ulangan. Mana bu tochkasini olib shaklni o'zgartirish uchun direct selection toolga o'tamiz. Ushladik bitta, sursak bo'ladi bu yoqqa. Yoki bu yoqqa, yoki bu yoqqa. Tochkani olib yana bu yoqqa. Biror narsa chizayotganimizda, uy tomlarini chizayotganimizda uylab beramanda. O'shani bir bajarib ko'rasizlar. Amaliy tarzda. Chizishda shunaqa chiziladi shaklda. Tochkalar qotib qolsa, shu direct selection toolga o'tib tochkasini ushlab o'zgartirsak bo'ladi. O'rgatiladigan narsa shu edi. Pen tool o'rgandik, rectangle tool, move tool.
Mana bu yerda rectangle tool belgilash, bu yoqda alohida shakllar bilan ishlash. Layer'ni ko'rdik, properties ko'rdik. Savol bo'lsa aytinglar. Qattiq qiynalinglar. Stroke? Ha. Shakl chizinglar. Properties bo'lmasa stroke bor. O'shani aytasizmi? Stroke'da bu mana yoniga stroke berish bo'ladi. Mana tepadan chiqadi yoki bu yerdan chiqadi. Stroke'da ham tagida pikseli bo'ladi. Masalan 50 piksel deylik, yana yonida stroke. Bu yonidagi chiziq stroke deb ataladi. Hozir turlar bilan ko'rishib ketamiz. Men amaliy bajargandan keyin o'zi sekin-sekin men turni buni bajaraman. Bemalol esingizda qoladi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Og'iz tushundingizmi? O'sha turlarni yana savollar bor. Tekst yozishlar? Prosta ko'rib ketardik. Mana bularni amal bajarish kerak-da. Keyin bu bo'lim-bo'limda dars qilinganda bular. Hozir bittada tushuntirsam, mana bularni bajarmasa o'zi esdan chiqib ketadi-da. Mana bular ancha ko'p joyi bor. Buni bajarib ko'rish kerak amaliy. Tushuntirib ketaman hammasini, to'liq tushuntiraman. Interfeyslar, mana tepadagilarni, mana effektlar bilan ishlashdi, filtrlar bilan blur berish bor bu yerda. Kameralar bilan ishlash bor. Sifat ranglar bilan ishlash bor bu yerda. Type tool alohida bu yerda bor. Tipografiya, aytib tipografiya. Ularni ko'rib chiqamiz.